onlayn hayot reality shouga start berish arafasidamiz va bizning birinchi ishtirokchimiz Nilufar Usmonova. Bu loyihada qatnashadigan har bir superstar 24 soat davomida kamera obyektivlarimizda bo'ladi. Bu shou orqali endi siz qiziqqan inson hayotini to'g'ridan to'g'ri real hayotda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. U qayerga boradi? Keladi, nima yeydi, kim bilan uchrashadi va hokazo. Va biz buni barchasini rasmiy qilishga qaror qildik. Ya'ni Show Lady bilan shartnoma tuzamiz. Shartnoma shartlariga Nilufar Usmonova ko'nadimi yoki yo'q? Buni birozdan so'ng bilib olamiz. Yaxshimisizlar? Rahmat, qanaqa? Yaxshi yetib keldinglarmi? Da. Qiynalib qolmadinglarmi topishga? Yo'q, yaxshi. Birinchi navbatda vaqt ajratib kelganingizga kattakon rahmat. Bu reality shouda sizni hayotingizni muxlislarga, xalqqa ochiqchasiga ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Endi biz bilamiz, siz yangiliklar qilishni, odamlarni qiziqtirishni, lol qoldirishni yaxshi ko'rasiz. Bu narsa sizda yaxshi chiqadi. Bu loyiha ham muxlislarga juda yoqadi degan umiddamiz. Biz iloji boricha sizni oddiy hayot grafikingizga xalaqit qilmaslikka harakat qilamiz. Bu shartnomada hamma siz aytgan narsalar inobatga olingan. Shuning uchun shu shartnomaga qo'l qo'ysangiz, ishni boshlaymiz. Oldin yaxshilab tanishib ko'ring. Ya, nimaga meni olib kirdi bu bola? Oldin yaxshilab tanishib. Buni menimcha siz yuristlarimizga anaqasini kopiyasini jo'natib yuborgansiz, fayl qilib. Gonorar degan joyi bormish. Gonorar degan finansovoy mana siznikiga keldik. Tabriklaymiz. Xayrli bo'lsin. Rozi bo'lishim oson bo'lmadi. Hozir muxlislar yaxshi ko'rgan insonini, yaxshi ko'rgan san'atkorini hayotiga ko'proq qiziqadi. Bu onlayn yashash, bu 80% chegarasiz degani, o'sha 20% faqat har bitta insonni o'zini kerakli bo'lgan narsasiga sekret bo'lib qolyapti. 80% ochiq. Bu degani 100% meni yurgan, bosgan qadamim billa degani. San'atkorlarni hamma chiroyli ko'radi, lekin aslida to'kilayotgan mehnat, ketayotgan kuch, ketayotgan asab, bu taraflarini ham ko'rishlari kerak. Allo. Alaykum salom. Qiyotimman, uyda telefonim ishlamaydi-yu, sizda-yu. Zo'rg'a turdim. O'lib qoldim. Xo'rligim kelib. Yaxshi bo'ldi, gostinsalarni gaplashib qo'ygandir. Oxirgidagi bo'lmasin, jam. Oxirgidagi bo'lmasin. Bo'pti. Men uyimga kameramanlar kelib oldi, tezroqda kelsanglar, tezroqda ketamiz. Ketish kerak hozir. Men o'rganmaganman. Jam. Nilufar, siz kamera bilan kerak bo'lsa har kuni to'qnash kelasiz-ku. Muolajani yuzimga qilaman, lekin men fikrimni o'sha paytda jamlaydigan paytim. Bu o'zimga bo'ladigan, o'zim bilan lichniy пространство deydi-ku, hech kim meni bezovta qilmaydigan bir paytda o'zimga maska qilayotganimda miyamda xohlagan narsamni o'ylayman. Esimda yo'q narsalar esimga tushadi. Kim bilandir suhbatlashaman o'sha paytda miyamda. Kim bilandir 16 yoshimda maktabda kim bilandir urushib qolib, masalan, deylik, gapira olmagan gaplarim esimga tushib qolsa, urushib olishim mumkin u bilan. Ну, мы не играем, Сулейман, мы кушаем. Мы за столом не играем. Забыл? Давайте я побыстрее покушаю, потом мне надо готовиться и выйти, а то я не успею туда в Самарканд ехать. Самарканд? Ну, а куда, мама, думаешь? А куда мама всегда ездит? Что ты делаешь, я тут не слышала никогда. Не, я в жизни не был в Самарканде. Ну да, ты не был. А я был, что ли? Нет, я тоже не был. Анна хотя тоже была. Но когда вы у меня были в животе, я хочу сказать, что вы почти пол республики вы уже там побывали. Но только у меня в животе. По чуть-чуть, да, наверное? Sut qaymog'i anu jild bo'lib qoladi. O'shanisini bola tushunmaydi, lekin men uni o'zimga olib qo'yaman. Приблизительно mana shunaqa narsa. Yordam berasizmi? Мама, что ли, в Самарканде не будете кушать?
Не, мы будем. Я же всегда самсу кушаю. Когда я возвращаюсь, а я там не кушаю, не ем. Нет. Пью только кофе, если можно. Это бисмилlah, вышла. Да, я сказал. Но он же не начал. Мне надо быстрее ехать, я с вами просто... Сегодня суббота. Сегодня мама не... Ну, нет, я сегодня вечером вернусь, куда Халаса Бог даст. Вернусь я. Мам, как пишется по-английскому girl? А ты не знаешь разве? Нет, просто учитель говорит, что double L. What? Да. Ты сейчас так не говори, ты сейчас его подставляешь. И причем это он никогда никогда в жизни. Ты что, это даже элементарный детский садик, дети даже знают, как это пишется, и то, что там double L никогда не пользуется, и так учитель никогда не говорил. Хотите, я даже вам покажу. Нет, не говорил. Может, ты перепутал. Правильно? Я написала просто G-E-R-L и все. Хотите, вам прямо сейчас могу показать? Что ты делаешь? Я написала G-E-R-L. G-I-R-L. Да, вот так. Да, просто один L. А потом он сказал double L. Nonushtaga dars ham qo'shilib ketdi. Bu tabiiy hol. Где мои чашки? Я не поняла. Потому что ты написал грилл. Грилл, знаешь, что такое? Это не girl. Нам что, не нужно? Сам. Не, спасибо. Точно, нормально. Смотри. Знаешь, да? Глаз да глаз нужно. Nimagadir Nilufar Usmonovaning qizlari ko'rinmaydi. Будешь сам фыркать? Ну, спасибо. М? Не должен, спасибо. Понятно. С ними сегодня пойдешь куда-нибудь или сделай хотя бы что-нибудь дома тогда, что когда меня нету. Хорошо. Праздник пускай будет. Хорошо. Отключись. Ладно. А? Хорошо. Bolalarim bilan rus tilida gaplashganimiz sababi bu Said A'zamxon katta o'g'lim faqat rus tilida gaplashadi. Tili o'zbekcha chiqqan. Keyin ruscha bog'chaga borgan. Keyin ingliz tili bilan bu yerda aralashib ketib, oilamizda ingliz tili ham bor, rus tili ham bor va o'zbekcha. Menga qara, ketdi o'zbekchalar. Shunaqa-ku oilalarda o'zbekcha gaplashganing. Мам, смотрите, как теперь я могу. Меня раньше друзья так делали. Как? Ну так не делай, не играйся. Ты знаешь, что bad habit? А раньше я вот так делал. Я раньше вот так делал. А сейчас ты умеешь вот так делать. А я вот так. Bu shirintoylar esa Ibrohim bilan Sulaymon. Тебе не получается еще, да? Нет, я вот так уже. Смотри. Смотри на мой палец. Смотри, сосредоточься. Только на пальце. Вот он. О, получился почти. Видишь? Один человек, знаете, как делал? Один глаз сюда, один глаз сюда. Ну, это я не умею. Я испугался сам. Кто это делает? Нет, один человек. По ютубе что ли смотрела? Нет. Это я сама. Ранее в жизни. Так, ну так все бывает, да? Я умела так. Не делай, это некрасиво. А как все это все не делают? Белые глаза. Все белые глаза делают. Вот так. Это некрасиво, не делается так. Obbo, Sulaymon. Endi oyingdan toza gap eshitmasang bo'ldi. Это вообще-то так. Ну, ты хочешь? Oho, Zumka bolakay bo'layapti. olg'i chiqib Нет, qoldi-ku. у меня зубы что-то застряло. Это не для зуб. Сулейман, ты что ли чистишь? İşte o'g'il bola, u sho'x. U sho'x. Bular yuvosh bo'lishiga qarab bo'lmaydi. Bular juda sho'x bolalar. Bular ikkalasi bir-biriga davay qaramayaptimi? Bittasi atasida turadi, bittasi ishkalli qiladi, bajaradi. Keyin
unisi atasiga turib turadi, keyin u aytadi, agar deydi turibdi, masalan bir narsa qilish kerak, ishkal qilish kerak. Hozir sen menga o'chirib bermasang, men seni borib sotaman deydi. O'shaning uchun bunisi atasiga turadi, bu keyin bu ham borib nimadir ishkal qilishadi. Может, давай мы для меня сделаем омина, вот ты потом съешь его тоже. Хорошо? Turmam ilohomin. Ilohomin. Yedirib, ichirib, nam-sirinzi qondirib, musranga kiratgan Alloh xo'jayinishga Robbana atina fi dunya hasanatan va fi akhirati hasanatan va qina azoban bi rahmatki arhami ilohimin ilobga osh bo'lsin. Спасибо. Osh bo'lsin. O'ylab o'tirgandir hamma, o'ylab o'tirgandir sizlar balki kim ekandir. Ukasimi, kim bu, kim bu deb. Ha. Получается, biz o'zimizni tilda uka bo'ladi, lekin bu mana professionalni, o'zi professionalni DJ bola. Tegul. Хочешь поговорить об этом? Смотри, это шоу. Bizning kelishimiz Это шоу. Said Azamxonga Это yoqmaganga онлайн-хайот o'xshaydi. называется, да? Как бы я взяла ответственность. Я взяла ответственность на том, что среди моей графики, которую я работаю, среди моей обязанности по семейному, ну вот это то, что я ваша мама вообще, я взяла и такую ответственность тоже на себя. То есть вот, зритель будет с нами почти что 24 часа, когда мы спим, я думаю, что они тоже будут спать. И здесь нужна будет по-любому ваша поддержка мне. Потому что если это вам будет не нравиться, и вы будете дискомфортно себя чувствовать, то это будет уже рамки, которые я не могу заходить. Да, рамки будут по-любому, но то есть поддержать надо маму. Не sutilsa. Xo'sh, nima deya olaman? Katta farzandimga keladigan bo'lsak, u katta inson. 16 yoshdagi balog'at yoshidagi yigit. O'smirin paytda bularda tilini topish unchalik oson ham emas. Bir qarasang kayfiyati zo'r bo'ladi, bir qarasang yosh bola bo'lib seni yaxshi ko'radi, bir qarasang ukalarini yoshiga kirib qolib, ukalari bilan o'ynab, ular menga nima qanaqa qiliq qilishsa, u ham shunaqa qiliq qilib qoladi. Bir qarasang adani yoqib olib, qizlarni o'ynatib, mamnun qilib, "Иди сюда, моя сладкая ты" deb otib, haqiqiy ota bo'lib qoladi. Bir qarasang dushmanim bo'ladi, bir qarasang kundoshim bo'ladi, bir qarasang qo'shnini bolasi bo'lib qoladi. Nima deydi? Umuman bir xillik yo'q. Bir qanaqadir kayfiyati 2 soatdan ortiqqa ushlamaydi. Bo'ldi. Yo chiqadi, yo tushadi, yo bir narsa, yo bir narsa. Mana ayollarning sevimli mashg'uloti ham boshlandi. Shahnoza opa! Mana shuni ushlab turing, iltimos. Yana anaqa yo'li. Juda qattiq. Juda опоздаю. Чуть-чуть. Осторожно, вот это она очень слабо висит. Она может упасть в любое время, хорошо? Вы думали, что это чуть-чуть? Я думала, что это ты, просто я думала, что у тебя не упало. Свет потом выключи, хорошо? Когда будешь выходить, свет выключи. Это когда будет весна, Сейчас, почему у тебя такой? Benim ko'filarim tayyormi olib ketgani? Вы 5 часов, да, будете идти? Вы 5 часов там будете? Это как у нас в школе.
должно послушаться, да, знаете, да? Хорошо? На улице без спроса не идем. А, bilasizlar, ko'chaga qarab turasiz. Ko'z quloq bo'lib. Ana Instagramda repost qilasan har bitta postimni. Facebookda ko'z qilaman o'zimni hayotimni. TikTokda aktiv bo'ladi faqat kechki payt. Dunyoimni bilding, endi ko'rasan online. 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 Ota shahrim Samarqandga yo'l oldik va ketayotganda albatta hech narsa yemasdan ketamiz, chunki mana bu yonimdagi bola hech narsa yedirmaydi ketayotganlarida. Faqat qaytayotganimizda menga yaxshi ishlasam Jizzaxdan somsa beradilar. Mana o'sha yigit. Bir xil, faqat farqi gavdasida. Bu kattasi, o'rtasi, maydasi. Yo'q, mana o'rtasi yaxshi. O'rtasi yaxshi ekan. Bu o'rtasi, ha? Ha, bu Bu o'rtasi. вообще shirin nima bu endi? Bir xil. Ham bir xil. Gavdasi mana katta, mana o'rtachasi. Yo'q, mana shu o'rtachasi yaxshi. Nech puldan qilib berasiz? 8 dan beraman. Ha, bo'pti bering. Ana yashiga chiroyli qilib solib bering, faqat paketli bering. Yashigami? Yashik korobka bor. Yo'q, bunaqa korobka qo'ying. Yashigingiz bor-ku. Yashik. Mana bunaqa yashigingiz bor. Mana bir qator. Bo'ladimi shu yashik? Ha, tozalab bering, deydi. Bu ichiga qog'oz solib. Ha, chiroyli. Shunaqa qilib bering. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ha, Ana teri bering, faqat. keri beraman. Omadinglarni bersin hammanglarni. Hadi yo'lay. Rahmat. Ana nima shilindimi? Qattan shilingan hujam. Mashinani qirilgani yaxshi ish bo'lmabdi-da. Bu qo'shiq mani o'rtog'imga, do'stimga atalgan qo'shiq va bu qo'shiqni bekordan bekor qo'yayotganim yo'q. Do'stimni sog'indim. Jamshid, men seni sog'indim. Jamshid deganlari kim bo'ldi endi? Kime bir görüşeylik gözleri birbirine baksın uzak. Yalnızlık çerçetti ağır yürekli arazlar bulmasın bizlerge tuzak. Hey kelgin dost yokçumuz bir görüşeylik hesap öten şirin günlerimizni. Alam gülhanıda yamanlar yansın mehr vafa yarıtsın günlerimizni. Hey! Va alaykum assalom. To'ylar muborak. Bu yigit Nilufarning sozandasi. Nikoh to'yiga taklif qilyapti. Qo'sha qaringlar. Baxtli bo'linglar. Bo'ldimi? Bo'ldimi? Nima deyapsiz? Yetadimi? Birazdan yo'qmi? Yo'qotib qo'ymaysizmi? Yo'q. Xudo xolasa. Mehmon bo'lib chiroyli. Rahmat. Judayam tez xos tayyor bo'lishimiz kerak. Tez harakat bilan qilsak, birinchi blokni, medlak blokni shuni kutib olamiz. Sirasi medlak Bizni kutib olishimiz kerakmi? Da. Kelib olib kirishimiz kerak. Kutib olamiz. Yarim soat blogimiz o'tib ketdi. Ha, bo'pti. Xayrlashmang bo'yanib. Sochlaringizni turmaklab olganingizdan so'ng yana ko'rishamiz.
shiringina bola ekan, qarang. Bir anaqasi bor ekan-a? Shiringina bola ekan, o'zi chiroyli yigit ekan. Chiroylikkina bola ekan deganlariga qaraganda, gap biz haqimizda emas. Avtoturargohdagi xizmatchi yigit haqida ketmoqda. Va shu yigit Nilufar Usmonovani yana shu manzilga qaytishga majbur qildi. Boshqa chaqirib birpas suhbatini olaylik. Ishda-ku. Bildim, yaxshi ko'rdim shu bolani. Bizada urf odat-a. Viloyatga chiqsa bittasini qo'rsa olib ketsin. Shirin yaxshi ko'rasizmi? Bu azizni, so'nggi xonim, yuzgora, ota-onasi bor, va shokolad yevali, so'nggi xonim chiqqan. Yaxshi ko'rdim. Sizni yaxshi ko'rdim. Ha? Tanimadi, tanimadi. Ko'rmaydimi bola? Yo'q, deb qo'yadi. Mana bitta rasm tushamiz. Tushamizmi? Baxtli bo'ling. Sog' bo'ling. Paka Salim. Bu bola ishlayapti chiqib, sovuqda degani yo'q. Yoki men bir anaqaman, xislatliman yoki boshqa narsa deyotgani yo'q. O'zini o'zi kerak qilib, o'rnini topib jamiyatda ishlayapti. Kimgadir foydasi tegyapti shu bolani. Hech kimga ziyoni tegayotgani yo'q, faqat foydasi tegadi. Halollikka intilib yashaydigan, yaxshilikka intilib yashaydigan niyati go'zallarni men har doim yaxshi ko'rganman. Endi hammamiz ham yaxshi ko'ramiz, lekin men yaxshi ko'rib jonimni bergilarim kelib ketadi. Men shu uyimga olib kelib olsam deyman. Shunchalik yaxshi ko'rib ketaman. Bu ajoyib surat Usmonovaning Instagram sahifasiga muhrlandi. Eng mazza qiladigan yaxshi o'yin bu xizmatimni o'tkazib bo'lgandan keyin uyimga ketish, bemalol mazza qilib, haqqimni halol qilib ketish yaxshi ko'raman juda ham. Somsani hammaga bitadi, aka. Sochishning somsalari. Kameralar ham odam bizdan ko'proq mana bu texnika og'ir qo'llaridagi kameralar. Rahmat ey, yaxshi ham siz borsiz. Bo'lmasa och qolarmidik, o'zlariga ham yoqimli ishtaha. U yog'i xayr Samarqand. Mana Nilufar bilan birinchi fotosessiyamizga ham 10 yildan oshibdi. Lekin shunda bo'lsa ham, hali bir do'stona muhit, do'stona aloqalarimiz qanchalik yaqin, qanchalik iliq bo'lmasa, baribir ham hamma syomka oldi, baribir ozgina hayajonlanaman. Nilufarda o'sha boshqa ijodkorlardan yaqqol farq qiladigan jihat shundaki, misol uchun xoh fotosessiya, xoh klip uchun, xoh istalgan bir sohada ijodiy hamkorlik uchun tanlagan insoniga nisbatan bor ishonchi bera oladi. Men uchun eng qiziq rasm birga tushish kerak bo'lgan rasm bo'lgan, chunki aytayapman-ku, men ham ijodga birinchi kirib kelgan yillarim, o'sha birinchi nima deydi, celebrity formatidagi birinchi mijozim bo'lgan. Mana hozir juda ham urf bo'lgan vloggina, ya'ni video bloglar yuritish bo'ladimi yoki oilaviy fotosessiya, hayotiy fotosessiya, oddiy paparazzi fotosessiyalari bo'ladimi? Bizani aynan o'sha o'ziga xos bo'lgan o'zbekcha shou biznesimizdagi ko'p yangi tendensiyalarni, yangi trendlarni aynan Nilufar Usmonova birinchilardan bo'lib boshlaydi. Nilufar kayfiyati bilan bitta fazaga tushib olish bu ishchi muvaffaqiyati deb bilaman. Bolaligimda ashula aytishni xohlamaganman, chunki bola bo'lganman, o'ynashni xohlaganman. Va lekin she'r yodlash, o'sha deylik shaytonga bo'ysungan yuraklar birinchi qo'shig'im bo'ladigan bo'lsa, agar shuni aytadigan bo'lsam, bu meni umuman tilimni sindirgan qo'shiq desa ham bo'ladi, chunki men uni so'zlarini
Bu bola ishlatadigan so'z emas, har kunga aytiladigan gap so'zlar emas. Kuch olar qalbiga, yetmagan yaxshilik qadriga, shaytonga bo'ysungan yuraklar. Ayam kelardilar, mana shunaqa deb. Endi men hozir ona bo'lib o'zim tushunaman, masalan, bitta bolaga bitta qanaqadir nota yoki bo'lmasa nota emas, hayotdan olsak, she'r aytishni o'rgatayotsak, umuman boshqa narsa gapiradi yoki eshitmaydi yoki miyasi boshqa joyga ketib qoladi. Menda 5 ta. Men shuning uchun bilaman nimaligini, men ham shunaqa gap eshitardim. Asablari buzilib ketib qolardi ayami. Keyin xolamga, singlari, opalariga aytardilar. Dilara, Ranopa o'zinglar shug'ullanib turinglar, men ketdim derdilar. O'sha paytda ko'p narsa yoshligida ko'p narsa qildirsa bo'lar ekan. Masalan, hozir hamma bolasiga fotosessiya qiladi. Kerak emas, masalan, san'atga beradi o'zi uchun deydi. Raqsga beradi o'zi uchun deydi. Da, конечно, жалко, chunki mendan ko'p narsani chiqarib olsa bo'lardi. 8 yoshimda ketganman Angliyaga. 12 yoshgacha o'qiganman. Tutingan semya beradi. Simpsons oilasi edi. Barbara Simpson bilan Alan Simpson, ularning nevarasi bo'lardi. Ben u bilan Lego talashib urushardim. U bilan chiqishavermas edim, lekin iloji yo'q edi, chiqishim kerak edi, chunki uni buvisi edi. Ayamlar 3-4 oyda bitta kelardi. U paytda Yevropada turda ishlardi, anaqada tur qilishardi. Yo'li tushganda kelib ketardi. Men qaysi yurak bilan meni yuborishgan bilmayman, lekin men yubormasdim. Ikkita o'g'lim bor. Saidazamxondan keyin 2-3 farzandimni ikkita bo'lib bir-biriga dalda bo'lishi mumkin, lekin shunda ham men jo'nata olmasdim. Akasi bo'lmasa, masalan, men jo'nata olmasdim. Men shunaqa onaman chunki. Farzandlar katta bo'lgungacha, ongini tanigungacha ota-onani qaramog'ida va tarbiyasida bo'lish kerak deb o'ylayman. Lekin meni vaziyatim boshqacha bo'lgan, yoshligimdagi vaziyatim. Ya'ni buvimning qo'lida bo'lganman va shunda ham onani mehridan uzoqda bo'lganman, chunki meni ayam gastrolировать qilib yurgan yoshlikda. Ham orada ko'p zapretlar bo'lib, O'zbekistonga ko'p kelolmay yurgan paytlarim bo'lgan. Bu Nilufar Usmonovaning 24 soatlik faoliyati edi. Keyingi qismlarda sizni bundan ham qiziqarli voqealar kutmoqda. Esingizda bo'lsa, ochiq qolgan savollarimiz bor. Onlayn hayotda, onlayn ko'rishguncha. Endi sekin diyetaga ham o'tirmasa bo'lmaydi. Zo'rg'a sig'yapti kiyimlarim. Nima bo'tini berasan? Men seni nimaga ishga oldim? To'yga olib borib kelsa bo'ldi hammasiga. Bugun shu yerda bo'ladi. Menga minus bo'lishi mumkin. Tug'hamay, tug'asa. Men juda ham zo'r bo'ldim. Bu mehrga. Men uchun skaska bo'ladi bu narsa. Ay, shoy, qo'shim mana qani? Siz ham yoshligingizdan salomat bo'ling. Saidazamxon 1-2 ko'z yoshimni shu yili ko'rib qoldim. Instagramda repost qilasan har bitta postimni. Facebookda ko'z qilaman o'zimni hayotimni. TikTokda aktiv bo'ladi faqat kechki payt. Dunyoimni bilding, endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online. Endi ko'rasan online.